Kuhunniga necha endi mana. Перегрузкani ham boplabdi svetini har xil o'rtasini ko'rishga ham. Sveti необычный ekan. Shu svet ekan matri. Ochilishlarni ko'ryapsizlarmi chotki. Mashinamiz qalingan, mashina olamiz ekan-da. O narigi tarafda hozir mo'yka va boshqa narsalar ham bor ekan. Aytgancha mana televizorni o'rtasiga zo'r joylabdi. Kuhunniga televizor qo'yib beringlar deb ko'p so'rashyapti. Lekin gaz qo'yilsa, u yoq u tarafiga yoki bu tarafiga qo'yish kerak. Ha? Zo'r ideya bo'ldi. O'g'lim. Kuhunniga ham boshqachalarni svetini ham, milliy fasonni ham o'zgartirgani to'g'ri tanlov qilibdi. Showroomda. Shkafga gold ili qora, oq deganlar uchun. Hozir juda ham ko'p ekan, ya'ni hozir yana zo'r narsalar ko'rsataman. Ochilishini qarang. Hozir bundan tashqari narigi tomonda mana shu zo'r narsalar turibdi. Bir ko'rsatib o'tamiz, ochilishini qarang. O'tgan safar krashini kuhunnimizga qo'ygandik, ko'rgan bo'lsanglar. Juda ham zo'r edi. Bunisi oqi, mana mashina qo'ygandik. Mana hozir ko'rsataman degan narsani ichini ochilishi qanday ekan? Karishni ham bor ekan. Har xil svetda qilib qo'yibdi-da buni. Qani edi? Mana tosh. Mana. Bu tosh hali oddiy tosh emas ekanda. Nefrit toshiga o'xshaydi. Nimada jemchu svetlari bor ekan. Stigi yo'q. Shuni o'ziga qo'yib yuborgan. Ama lekin qimmatroq. Xolasizlar shunday orqasiga ham beradi, ko'ryapsizlarmi? Shuni aytyapman. Mana shu zo'rlarni sevgan. Chisti toshga o'xshaydi. Искусственный keramik shunaqa. Stiglari yo'q. Plus mana shu yerda hammasi shuni vibrada nima bo'ladi? Mana ichida hali pudra tillasi borlardan ekan. Telefonimda ichini oqlay bo'lyapti, buni olgan mana tillasi ko'ryapti. Bu yaqinlashtirdim, shuni zo'r. Ko'rdingizmi aka mana? Nefrit toshiga o'xshaydi ekan. Mana buni olsang, o'ta ekanmi? Bundan ham katta qilsangiz kuhunlaydi, o'ta go'zal chiqadi. Bitta qilib olgan stigini. Endi svet o'zgaradi-yu, lekin bu yerda hal choklarni ham oldini mana o yerni xolasa gulli qilib tushirib beradi. Xolasa turbicha qilib tushirib beradi. Ili tepalariga mana xolasa bunda vanna turib turish o'tga shunaqa. Mana bunda ham bor shunaqa kletka varianti. Bu yerda yana aksessuarlarni xullas hammasi bor ekan. Bu yerda hozir mo'kan tayyor gatoviylari. Искусственный keramik. Oho, oynali ekan. Juda go'zal ekan. Juda ko'rsatadigan narsa videoda tugamaydigan hali beri. Endi yarmiga yetdi. Ko'ryapsizlarmi? Ichi nержавейка ekan, lekin usti oynak. Скромный ekan. High-tech neoklassik bo'yramotga tushar ekan. Nimalar ham, simisitirlar ham ajoyib ekan, o'zlari chiqadi. Simisitirlar moslagan. Gold mo'ga kimga kerak edi? So'rayotganlar. Hammaniki qora. Nержавейка. Menga gold kerak ekan shu. Nima deydilar? 1 metrlik g'aladoni uchun ekan, 120. Ruchkalar ekan degan.